Sag'bonda joylashgan deyarli 130 kvadratli xonadonimizni remont ishlari bitdi. To'liq obzor qilib beramiz xudo xolisa. Kvadratiga necha pul ketganini obzorni oxirida aytib o'tamiz. Kirib kelishimizda bizani shunaqa katta oppoq hol kutib oladi. Biz bu uyimizni neoklassika stilida remont qilganmiz va dizaynlarni ham xuddi shunaqa qilib chizganmiz. Hozir mana o'ng qo'lda bizda bu yoqda spalni, bu yoqda chap qo'limizda kuxня, mana o'ng qo'limizda yana bitta spalni, родительский o'zini sanuzellari bilan va yana o'ng qo'limizda yana общий sanuzel berib ketganmiz. Xonadonimizni eng katta maydonni egallagan zal qismi mehmonxonamiz 32 kvadratdan iborat. Bu yoq tarafida stol zona, bu yoq tarafda divanli zona joylashtiriladi. Dekor berganmiz, bu yoq tarafga chiroyli kartinkalarimiz va eng asosiysi bu yerda TV zona, e'tibor qaratib qo'yasizlar. TV zonamiz mana dekor, MDF dekorlardan foydalanganmiz. Bu katta qilinishining sababi divanli zonada o'tirgan paytda ham bemalol foydalansa bo'ladi. Chiroyli neoklassika stilida me'daga tegmaydigan qilib ta'mirlangan shu xonadonimizni 1 metr kvadrati $470 dan tushdi. Hamma narsasi ichida. Kimga shunaqa chiroyli dizayn qilish, remont qilish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Elite Stroy profiliga murojaat qilsa bo'ladi.